Assalomu alaykum. OpenServerda domen hosil qilib PHP idishga tushirish uchun OpenServerda o'rnatgan joyimizni ochib olamiz. Asosiy holatda C disk yoki D diskda tanlaganimizda o'rnatiladi. Hozir bizda D disk o'rnatilgan. Bu yerda mana OpenServer degan papka bor. Shuni ichiga kiramiz. Biz o'zimizga domen hosil qilib olishimiz mumkin. Bu yerga kirib turib, istalgan bitta papka ochamizda. Misol papka Masalan, hozir biz test deb ochib ko'ramiz. Ochildi. Shu yerga endi biz o'zimizda PHP fayllarimizni ochib ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Start qilamiz hozir. Masalan, index.php o'zgardi. Ochib ko'ramiz. Mana index PHP'mizni ochdi. Bu yerga shunchaki PHP haqida ozgina ma'lumot chiqarib o'tamiz. PHP info degan o'zining klassi bor, funksiyasi bor. Shuni saqlaymizda. Endi biz OpenServerga endi yoqishimiz kerak. Yoqish uchun asosiy menu papkasidan OpenServer turadi. Ustiga marta bosamizda ochiladi. Mana qarasang, maktab qizil bayroqcha chiqdi. Shu yerdan zapustitga bosishimiz lozim. Domen qo'shib olishimiz kerak. Buning uchun nastroykaga kiramiz. Nastroykada mana domeni degan joy bor. Shu yerdan papkasini tanlaymiz. Qo'shmoqchi bo'lgan domenimizni test degan papka. Okey. Qo'shish uchun darajaga bosamiz mana test. Buni nomini masalan test.log deb qo'yishimiz mumkin. Laqab o'zligi uchun. Mandalik taxmin avtomatik o'chib oladi. Uçuklandı. Uçuklandı. Endi yoqamiz. Zapustit. Ulandı. Bu yerdan maganin orqali test ustiga bossak, avtomatik bizga ochib beradi. Security hozir amana ishladi. Pitch versiya 2.5. Domenni shu tarzda hosil qilamiz. Bizga o'zimizga kerakli narsa ma'lumotlarni shu yerga yozib ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Videoni sog' bo'linglar, salomat bo'ling.